ikkinchi xotini bo'ladi bu yerda yoki o'ynashi bo'ladi. Ayol kishi kir yuvadi, borlarga qaraydi, eriga qaraydi, uylarni qiladi, paypog'ini yuvadi, ichki kiyimini yuvadi erini. Kunni oxirida borganda oddiy kiyimlarda ana o'ziga qaramagan bu, qaramaydi-da o'ziga shuncha ishlarni qilib qo'ygandan keyin. Bu yoqda eri kelib, "Mamnaqa hid kelyapti sandan, yoqmayapsan, tur yo'qol bu yoqdan." Bu yoqda boshqalar bilan o'ynashib yurgan bo'ladi. Ana krasavitsalar bilan, chunki krasavitsalar bo'qdi ishini ham qilmaydi, qo'pol qilib etganda hech nima qilmaydi. Liboy odam o'ziga qara oladi. Liboy inson o'ziga qara oladi. Liboy inson agar mana ishlarni qilmaydigan bo'lsa, bitta narsani aytaman. Shunaqa ayolni qadriga yetmaydigan erkak bilmadim o'sha. Gap qolmadi. Kommentariyaga o'shalarni yozib qoldiringlar, nima degan bo'lardinglar shularga.